Hayitga ham oz qoldi. Bayram dasturxoningizga qo'y qo'lidan tayyorlanishi juda ham oson, lekin ta'mi qiynalib topiladigan ajoyib retsept tayyorladim. Kim aytdi, qo'y qo'lini erkaklar tayyorlaydi faqat. Ayollar ham shunaqa do'ndirib tayyorlaydiki, iloji boricha yoshroq qo'yni qo'lini olamiz. Orasida bezi ham bo'ladi. O'sha bezni olib tashlash esdan chiqmasin. Tuz ziravorlar ich-ichlarigacha singib pishish uchun xuddi shunaqa kesib olamiz. Endi bizga falka qog'oz va kalka qog'oz kerak bo'ladi. Tuzlarini hamma yog'iga bir xil qilib sepaylik. Kashnich, zira, ozgina murch, alohida idishga achchiq paprika, shirin paprika, ozgina yog', ozgina suv aralashtirib hamma yog'iga surib olamiz. Ranglari ham chiroyli bo'lib chiqadi. Endi kalka qog'ozni yaxshilab o'rab, ustidan falga qog'ozni ham o'raymiz. Mahkam qilib o'rab, shu holida xolodilnikka 12 soatga kamida jo'natib yuboramiz. 12 soatdan keyin duxovkamizdan 200 gradusga tepapasi bilan yoqib, yaxshilab qizdirib, soatga go'sht qo'yib yuboramiz. Yoniga garnir xohishga ko'ra. Men yangi kartoshkalarni yaxshilab yuvib, tuz, zira, murch, ozgina shirin paprika, ozgina achchiq paprika, ozgina yog' yaxshilab aralashtirib, xuddi shunaqa duxovkaga mo'ljallangan paketga solib, ustiga ozgina sariyog' solib, yopib, duxovkada paqillab yorilmasligi uchun cho'g' yordamida bir-ikki joydan teshib ham qo'yish kerak. Duxovkani ochib, go'shtni yoniga 1 soatga jo'natib yuboramiz. Kartoshkani solganimizga yarim soat bo'lgandan keyin go'shtni olib ustini ochib, yana yarim soatga go'shtni chiroyli rangi kirgunicha qizartirib pishirib olamiz. Bu taomni tayyorlash oson ekanmi, qiyin ekanmi? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar.